Assalomu alaykum, ahli YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun 27-oktyabr 2025-yil mana navbatdagi labogan, chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Bu laboni ichlariga mana ko'rib turibsizlar, uloqsiz, petnosiz, silliq holatdagi tunika qoplatilgan. Ichlariga shumkalar tiqib berdik. Mana bu joylariga konteyner pollar qo'yib berdik mana. Tornizda silliqi bu narsalar tegadigan bo'lsa bukilmaydi, hech qanaqa zarba o'tkazmaydi. Beneplexlari yo'q, ichlariga shumka po'kaklarni hammasini ideal holatda, yo'llarni ham bekilgan holatda qilib berdik. Bu joylari 1,5 sm ichkariga qaytgan bo'ladi. Mana ochganda qo'lda ilmaydi. Mana bu joyga mana sondiqlari bor. Sondig'i mana bu laboda bor. Hozir ko'rsatib beramiz. Sondig'i mana bunaqa holatda bo'ladi, alohida qo'yiladi. Ichiga bunaqa arqon, kuloch, agnishitel narsalaringni hisob ishlatsalaring bo'laveradi. Akkumulyatorda ona tosib turadi, yoping. Mana bunaqa odamni ko'taradigan, 100 kilo odam chiqib turibdi. Ko'taradigan bagaj nimalari bor? Dugalari bor. Mana bu joyda mana duga qo'ysa bo'ladi, tepasiga bagaj qo'ysa bo'ladi, rezinka qo'ysa bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarga behijolat telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida bo'ladi. Kamchiliklar bo'lsa kommentariy yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Real 2:1